Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Men Parat Yurunqash bo'laman. Bugun men Dunyo Uyg'ur qurultayiningki qurg'uvchi a'zolarining biri. Shundaqla hozirgi muavir raisi bo'lish suhbatim bilan Dunyo Uyg'ur qurultayiningki barliq qilish jarayoni, qurilish jarayoni, uning g'oyasi, maqsadi va uning prinsiplari haqida sizlarga bir qisqacha izohat, tushuncha, ma'lumot berishni muvaffaq ko'rdim va zarur topdim. Chunki bu izohatni berishni zarur tepishimdagi maqsad shu. Sizlarga ma'lum, yaqinqi mezgillardan buyon Dunyo Uyg'ur qurultayi qaratilgan ichki tashqi hujumlar intayin kuchayib ketdi. Sizlarga ma'lum, Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilgandan tortib hozirgacha mustabid Xitoy hukumati Dunyo Uyg'ur qurultayini milliy bölgünçilərinin chet eldagi eng cho'ng lageri deb ataydi. Bölgünçi degan nima? Mustaqilchi degan gap. Xitoy bu shaklda bizni ayblab kelyapti. Ya'ni Sharq Turkiston terroristlarninki bosh lager deb ayblab kelyapti. Sizlarga ma'lum, daqa o'tgandilar. Bir qancha hafta burun Nyu-Yorkda chaqirilgan yerlik millatlar yig'inida Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki. Bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultayininki raisi Dolqun Aysa efendimninki bu yig'in qatnashishini to'sash uchun Xitoyninki BDTdagi vakili nihoyatda qattiq qurultayimizning raisi qarta qattiq bu yerda tuhmatlash harakati bor. Bu tuhmatninki asosiy mazmuni nima? Dunyo Uyg'ur qurultayi bu terroristik bir tashkilot. Buning raisi Dolqun Aysamu 2000-yillarning boshlarida davlatimiz tarafidan terrorist deb e'lon qilingan bir shaxs. Dunyo Uyg'ur qurultayining maqsadi bu vatanimiz Şinjan'ı vatanimizin qo'ynidan bölüp chiqib ketish. Bular bölgünçü unsurlar. Bularning tüp maqsadi, bularning tüp g'oyasi vatanimizni parchalash, bo'lish deb aytildi. Xitoy hukumati bu shunday aytlayotgan bir vaqtda, shuning parallel holda chet ellardimi yoki Dunyo Uyg'ur qurultayininki asli g'oyasi, maqsadini, qurilish jarayonini to'g'ri tushunmagan ba'zi qarindoshlarimiz ba'zi fitna fasodlarga ishinib ketdi va Xitoyninki chet eldagi qora qo'llari, tegitlikda noma'lum bo'lmagan insonlar, ba'zi qorong'u kuchlar, Xitoyning chet eldagi lobbilari Dunyo Uyg'ur qurultayini xalqimiz ichidagi obro'yini, izzat, hurmatini to'kish uchun butun kuch bilan qurultayimizning rahbarlik hay'atiga, qurultayimizning raisiga hujum qilishga boshladi. Hozir qurultayimiz haqida eqib yurgan o'sak so'zlarni aytib ko'p. Buni hammani bu yerda deb o'tirishning hojati yo'q. Asosligi nima? Bu yerda qurultayninki mustaqillik harakatimizga vakillik qilish salohiyati yo'q. Chunki bularning talab qildig'ini kishilik huquq, demokratiya va kishilik huquq. Bu odatdagi bir kishilik huquq tashkiloti, mustaqillik tashkiloti emas. Umumiy xalqning milliy mustaqilligimiz vakil qilinmaydi degan gap so'zlar taqilib o'tdi. Bir qancha kungacha. Bu so'z uzib qolgan yo'q. Endi hatto Dunyo Uyg'ur qurultayini bularning maqsadi avtonomiya talab qilish degan bir qalpoqni, bo'htonni buni o'ydirib chiqarib, buni chaplayotdi. Bu orqali qurultayimizningki izzat hurmatini to'kishga tirishyapti. Ana shunday hujumlar qurultayimizga qaratilgan nihoyat ko'p. Bu yerda insonni g'azablantiradigan, ichida turadigan bir masala. Bu Dunyo Uyg'ur qurultayi faqat 5-6 kishi yoki 7-8 kishi qurib olgan bir tashkilot. Bu 5-6 odamniki bir shaxsiy mulki, u bu degan gaplar bor. Demak, qurultayimizningki vakillik salohiyatini, xalqaro san'atdagi vakillik salohiyati bo'lsin, mayli xalqimiz ichidagi vakillik salohiyati bo'lsin, buni xunuklashtirish, buni tushirish uchun qilmagan razil voslarning hammasi ishga solinadi. Aziz qarindoshlar, biz hushyor bo'lishimiz kerak. Hammanglarga ma'lum, baymi deb o'tdim, Xitoy hukumati Dunyo Uyg'ur qurultayini birdan-bir o'zining ko'ziga qadalgan maqtab qarab, bu yerda buni hujum qilyapti. Bayman qisqacha eskartib o'tdim. Yana bir tarafdan Dunyo Uyg'ur qurultayi butun xalqaro siyosiy sahnada, G'arb dunyosida Xitoyga ta'sir ko'rsatadigan kuchli davlatlarda, Xitoyga beqinmaydigan iqtisodiyotni, harbiy jihatni, siyosatni, diplomatiya jihatni beqinmaydigan davlatlarning nazarida Dunyo Uyg'ur qurultayi vatan ichi va sirtidagi bütün Sharq Turkiston xalqimizningki xalqarodagi birdan-bir vakillik organi. Bu salohiyatli organi xalqaro jamoatchilik tarafidan burun
Dünya Uyg'ur qurultiyi barliq kelgan vaqtida bu e'tirof qilinib bo'lgan. Shuning uchun mayli xalqaro tashkilotlar bo'lsin, ba'zi muhim davlatlar bo'lsin, udul ba'zi Uyg'urlar masalasi haqida va yoki Sharq Turkiston masalasi haqida fikrlashga to'g'ri kelsa, udul Dünya Uyg'ur qurultiyini izlab keladi. Chet el matbuotlari shundoq. Bu bir reallik, buni hech kim inkor qila olmaydi. Bu 3-4 fitna fasodchi bu reallikni inkor qila olmaydi. Bu 3-4 fitna fasodchi xalqimizni oldiyanmaydi. Xalqimizni oldiyanmaydi. Xalqimiz aqlli, xalqimizning ko'zi bor, xalqimizning g'ururi bor. Aziz qarindoshlar, hozir mustaqilchilar nihoyat ko'payib ketdi. Bu sho'rni to'laydi qildi. Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'tarib chiqib olib, o'zi mustaqilchi bo'lib olib va yoki mustaqillik to'niga o'rnib olib, butun tig' uchini mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga emas, xalqimizga bitmas tugmas balay ofatlanib kelayotgan bu rezil mustabid faşist hokimiyatga emas, bu tig' uchini Dünya Uyg'ur qurultiyi qartayotidir. Sizlarningki bu chet eldagi illiq oilanglar bo'lgan Dünya Uyg'ur qurultiyiga qartayotidir. Bu Dünya Uyg'ur qurultiyi bu milliy harakatimizningki illiq bir oilasi, büyüşüge ve merkezi. Bu hemimizin mülki, bu emetning, semetning mülki emas. Bununla igi çıkış, sahip çıkış, onu qoğdaş, onu asraş, muhafizat qilish mecburiyetimiz var. Ben Sharq Turkistonlik degan her bir Uyg'urninki. Aziz qarindoshlar, demisem mi bilasizlar? Bu do'ppi kiyib olganning hammasi Uyg'ur emas. Bu do'ppi kiyib olgan odamning hammasini ma Uyg'urning do'ppisini kiyib olibdi, Uyg'ur desak bo'lmaydi. Bu Moğuzdanmi kelgan bu do'ppini ayni vaqtida? Xitoyning bütün rahbarlari kelgan. Xi Jinping hozir kiyotidi. Bizning vatanni ziyorat qilgan vaqtida. Qonxo'r jallod Kim Jong-unmi anglasam kunda bir qatam Uyg'urning do'ppisini kiydi ekan. Ular Uyg'urmi? Uyg'ur emas albatta. Bu bayroq ko'tarib olganning hammasi mustaqillik shuarini to'liq olganning hammasi mustaqilchimi? Unda emas. Mushu Yevropa ellari tutilgan, mayli Shvetsiyada bo'lsin, mayli Germaniya tutilgan, Xitoy jasuslarininki, Xitoy munofiqlarininki hammasining uyida Sharq Turkistonninki ayol tuzliq ko'k bayroq esillikdi. Shularning og'zidan mustaqillik shuarini tushirmaydi. Qo'lidan bayroqni tushirmaydi. 4 temiga uy kirsanglar, 4 temiga Sharq Turkistonning bayrog'i esillikdi. Bular mustaqilchimi? Ba'zi turmda yetyapti, ba'zi sirtda jazosini chekyapti. Buni demasam bilasizlar. Aziz qarindoshlar. Shunga bu yerda so'qqan bo'lishimiz kerak. Nurg'un sinoqlardan o'tgan, xalqimizning ishonchiga erishgan, shaxslarimizning siyosiy faoliyatchilarimizninki gapiga quloq solishimiz kerak va bo'ron chapqinlardan o'tgan, butun xalqaro jamoatchilik e'tirof qilgan va Xitoy birdan bir dushmanim deb qarab kelgan Dünya Uyg'ur qurultiyiga ishonishinglar kerak. Xo'sh, aziz qarindoshlar, bo'libmi keyingi yillardan buyon vatanimizdan chiqqan yoshlarimiz bu Dünya Uyg'ur qurultiyining barliq kelish jarayonidan xabari yo'q. U ba'zilarning deganidek 7-8 adam qurib olgan bir tashkilot emas. Bir tomning to'shigidan chiqib qolgan bir tashkilot emas. Dünya Uyg'ur qurultiyining nihoyat chunqur yildizi asosi bor. Biz Dünya Uyg'ur qurultiyi qurilgandan tortib hozirgacha shu shuvarni to'lab keldik. Nima shu var? Dünya Uyg'ur qurultiyi 1933-yili va 44-yillarda qurilgan ikki jumhuriyat inqilobimizningki, ikki jumhuriyat inqilobi kurashimizningki davomi deb. Biz shularning varislari. Dünya Uyg'ur qurultiyininki logosi mana kaynim turibdi. Ko'rdinglar? Bizningki 33-yilda qurilgan jumhuriyatimizningki bayrog'i bilan shu davlat kirib bizningki logoyimiz. Shu vaqtda jumhuriyatda aytilgan jaranglik milliy marshimiz bizningki hozirgi Dünya Uyg'ur qurultiyininki milliy marshi. Biz ikki jumhuriyat inqilobi chiqqan, ikkili jumhuriyat inqilobi ega chiqqan, uning qimmatlariga ega chiqqan biz shu inqilobninki varislari. Albatta, aziz qarindoshlar, bu Dünya Uyg'ur qurultiyi degan bu nom, bu ism bilan qurilgan bu tashkilot albatta 2004-yili Germaniyaning Myunxen shahrida qurildi. Ammo bu toki boydab o'tgandek 1933-yili qurilgan tunji jumhuriyatimizningki, bu inqilobimizningki davomi, buning izchilligi bor. Yildizi bor, chunqur asosi bor. Sizlar bilasizlar, tunji jumhuriyatimiz mag'lub bo'lgandan keyin dastlab qadamlarda jumhuriyatimizning asosli qo'lliq inqilobchilaridan Mamtumin Bug'ra, Mahmud Muydila bu 30-yillarning oxirlarida chet elga hijrat qilib chiqdi. Chiqqandan keyin ular mayli Kashmirda bo'lsin,
tashkilotini qurdi. Mahmud Mo'ydinmi keyin bu Yaponiyada tashkilot qurdi. Tashkilot qurib milliy mustaqillik harakatini chet ellarda qurdi va chet ellarda shu vaqtda mavjud Uyg'urlarni o'zaro birlashtirib tashkilot sifatida, kollektiv sifatida bu vatan ichida mag'lub bo'lgan milliy mustaqillik kurashimizni chet ellarda Kashmirlarni, Hindistonlarni, Afg'onistonlarni, hatto Yaponiyalarni, Turkiyalarni markaz qilib turib bu faoliyatni davomlashtirdi. 1949 yil Kommunist Xitoy hokimiyati vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin bilasizlar, Muhammad Emin Bug'ra, Aysa Yusuf Olibdek boshchiligidagi bir turkum milliy inqilobchilarimiz chet elga hijrat qilib chiqdi. Va 50-yillarning boshlarida va eng oxirida 1962-yildagi cho'ng Qashqashda Ziyo Samidi ayni vaqtdagi 2-Jumhuriyatimizning rahbarlaridan va 2-Jumhuriyatimizning piyada bosh kotibi bo'lgan Abdurrahim Maqsum boshchiligidagi bir turkum qarindoshlarimiz G'arbiy Turkiston rayonlari, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlarga hijrat qilib chiqdi. Buning bilan bu milliy kurashimiz ikki cho'ng lagerda ayni vaqtida birisi kommunizm lageri deb atalgan Varshava anlaşmasıga a'zo davlatlarning territoriyasidagi bu joylarda bizning inqilobimiz Abdurrahim Maqsum, Ziyo Samidlarning boshchiligida davom qildi. Bizning G'arb dunyosidagi kurashimiz Mamtun Bug'ra va Aysa Yusuf Olibdek efendilarning boshchiligida O'rta Sharq rayonini markaz qilgan, Turkiyani markaz qilgan aprelda aziz qarindoshlar, bizning hijratdagi tunji qurultayimiz 1900 agar xatolashmagan bo'lsam 56-yili Saudiya Arabistonning Toyif shahrida chaqirildi. Shahar chaqirilgan vaqtda shu vaqtda chet elda bo'libmi bu G'arb dunyosida O'rta Sharqni markaz qilgan Saudiya Arabiston, Turkiya lada turayotgan Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlarimiz Mamtun Bug'ra bilan Aysa Yusuf Olibdekga bir yozma salohiyat berdi. Bular bizning milliy rahbarimiz, bular vatan ichi va sirtidagi butun Sharq Turkiston xalqiga vakillik qiladi va bular bizningki milliy mustaqillik kurashimizni Sharq Turkiston xalqiga vakolatan davomlashtirdi. Planimiz salohiyati huquq bor deb bu salohiyatni berdi. Bular bu inqilobni davomlashtirdi. Afsuski Mamtun Bug'ra efendim salomatlik tufayli 1966-yili xatolashmagan bo'lsam Turkiyada shahodatga erishdi. Uningdan keyin Aysa efendim davomlashtirdi. So'g'uq urush oxirlashib, Sovet ittifoqi yemirilib, G'arbiy Turkistondagi bizning qarindosh davlatlarimiz bu mustaqillik erishgandan keyin tunji qatim bu G'arbiy Turkistondagi milliy inqilobchilarimiz bilan bu O'rta Sharqni, Turkiyani markaz qilgan milliy inqilobchilarimizning hammasi 1992-yilning oxirida Turkiya Istanbulga jam bo'lib, to'planib, hammasi umum birlikni amalga oshirdi. Bu birlashda tunji qatim Xalqaro Sharq Turkiston milliy qurultayini Istanbulda chaqirdi. Bu Istanbulda chaqirilgan Xalqaro Sharq Turkiston milliy qurultayimiz rasmiy nopozliq butun Sharq Turkiston iki milliy inqilob kuchlari, ya'ni chet ellardagi hammasi to'liq qatnashgan bir qurultay edi. Nayt salohiyati va hammasi e'tirof qilgan bir qurultay edi. Chunki buningda Ziyo Samidlar va Abdurrahim Maqsumlar va ikkinchi jumhuriyatimiz, tunji jumhuriyatimizning rahbarlaridan bu Yat Saudiya Arabistonda yashayotgan mayli Husayn Qarajim bo'lsin va yoki boshqa ustozlarimiz bo'lsin, ustozlarimizning hammasi bor shu qatam qurultayda va u qatam qurultayda nihoyat muhim 11 turli qaror elindi. Sharq Turkistonning milliy inqilobining mustaqillik harakatining g'oyasi, maqsadi haqida. Ya'ni maqsadimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish. Bu eng oxirgi nishonimiz, eng oxirgi g'oyamiz va Sharq Turkistonning yerlik xalqi haqida bu yerdan ayt muhim bir qaror elindi. Bu qarorlarning birisi nima? Sharq Turkistonda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Mo'ng'ul, Tojik, O'zbek bu millatlarning hammasi Sharq Turkistonning yerlik xalqi hisoblanadi deyilgan bir qaror. Yana shundaqla shu vaqtdagi e'lon qarorlarning birisida bizning dushmanimiz 1 milliard 300 million Xitoy xalqi emas, bizning dushmanimiz Xitoy xalqi emas, bizning dushmanimiz faqatla xalqimizga tugmas balay ofatlanib kelgan va vatanimizni ishg'ol qilgan mustabid Kommunist Xitoy hokimiyati bizning dushmanimiz degan moddani qarorni olgan. Shuningdan keyin chet ellarda milliy harakatimiz bilan, milliy mustaqillik harakatimiz bilan shug'ullanayotgan, kurash qilayotgan mayli tashkilotlarimiz bo'lsin, siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin, hammasi mushu tunji navbatda 92-yil Istanbul
deyilgan Şərq Türkistan Xalqaro Milliy Qurultayda e'lingan qarorlarning ro'yiga buning mos holda, shuning parallel holda, shuning yetakchi ideyasiga amal qilgan asosda bu davoni davomlashtirdi. Aziz qarindoshlar, 1993 yil va yoki 1994 yillarda bu yerda Türkiyada, O'rta Sharqda Turkiyani markaz qilgan bir yoshlar uyg'unish, milliy yoshlar uyg'unish harakati o'tirib chiqdi. Dastlabkidan 93 yil Turkiya Istanbulda Sharq Turkiston Demokratik Yoshlar birligi qurildi. 94 yili vatan ichidagi 88 yildagi Urumchi atalmış Şinjan Üniversitesi'ndeki milliy o'quvchilarni, Uyg'ur o'quvchilarni markaz qilgan o'quvchilar milliy o'quvchilar harakatining bu yerda rahbari Dolqun Aysa efendimninki boshlamchiligida va bevosita yetakchiligida Turkiyada Uyg'ur Sharq Turkiston o'quvchilar uyushmasi qurildi. Bu Uyg'ur yoshlarininki milliy uyg'unish harakatininki boshlanishi va tunji qatim tashkiliy ravishda bu faoliyatni boshlashi edi. Va bu yoshlar harakati paydin-pay taraqqiy qilib 1996 yili Germaniyaning Myunxen shahrida Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultayininki o'tirg'i chiqishiga sababchi bo'ldi. Ya'ni bu yoshlar harakati paydin-pay taraqqiy qilib, butun vatan ichi va sirtidagi yoshlar harakatiga vakillik qiladigan va hatto shu vaqtida milliy harakatimizga vakillik qiladigan bir Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayi o'tirg'i chiqdi. Bu qurultayning altiyatdan quruvag'ini yo'q. Bu qurultayning eng asosiy qurg'uvchilari shu vaqtda Dolqun Aysa efendim, Ömer Qanat efendimlar va shu vaqtdagi O'rta Osiyodagi, Qozog'iston, Qirg'izistondagi jangovar yoshlarimiz va 10 necha davlatdan kelgan Uyg'ur yoshlarininkiga qo'shilishi bilan, qatnashishi bilan qurilgan bir tashkilot va bu tashkilotni qo'llash uchun Saudiya Arabiston mayli Husayn Qaraslar mu bo'lsin, hatto Muhammad Rizo Bekim Pashan bo'lsin rahmatlik, bular hammasi bu keldi. Bu qurultayga qatnashdi va Dunyo Uyg'ur qurultayini e'tirof qilganligini, buning vakillik salohiyatini e'tirof qilganligini va butun kuchi bilan qo'llab-quvvatlaydiganligini shu vaqtdagi butun buyuklarimizning hammasi buni aniq isbot qildi. Aziz qarindoshlar, 1997 yili bu 5-fevral G'o'lji qirg'inchiligi yuz bergandan keyin chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlari bu G'o'lji qirg'inchiligini tashkiliy ravishda chet ellarga anglatish maqsadida yana bu O'rta Osiyodagi Uyg'ur tashkilotlari, Turkiyadagi tashkilotlar va Germaniyadagi tashkilotlar birlashib turib 1998 yili Turkiyada Sharq Turkiston milliy markazini qurib chiqdi. Bu Sharq Turkiston milliy markazi ma'lum ma'noda aytgan vaqtida qisman 92 yil qurilgan bu tunji navbatli xalqaro Sharq Turkiston milliy qurultayininki bir davomi va shuningki keyingi qismi edi. Natijada 1999 yili bu yerda Abdurab Maqsum ikkinchi Cumhuriyetimizningki bu yerda boshqarib bo'lgan Qozog'istondagi marhum Abdurab Maqsum ustozimizning va bizning milliy rahbarimiz Ziyo Samidninki bularninki yozma isbot berish natijasida biz bu qurultayni qo'llaymiz va uning vakillik salohiyatini e'tirof qilamiz deb yozma isbot berish natijasida butun Qozog'iston, Qirg'iziston butun Uyg'ur tashkilotlarining qatnashishi natijasida va shundaqla Turkiyadagi mayli Muhammad bizning buyuklarimizdan Muhammad Rizo Pekin, ayni vaqtdagi milliy ustozimizdan marhum Hoji akamiz, shundaqla G'ulomidin Ahmad Paxta akamiz, Husayn Qari Islomiy ustozimiz bularning bevosita kelib qatnashishi bilan 99 yili Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayi qurib chiqildi. Bu Uyg'ur qurultayining qurib chiqishiga sohibxonlik qilgan tashkilotlarning birisi shu 1996 yili qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayi edi. Bu qurultayning tayyorlik xizmatlarini butunlay 96 yili qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayining rahbarlaridan bir yerda Dolqun Aysa va boshqa qarindoshlarimiz buning butun tayyorlik xizmatlarini, nizomnomasini hozirlash xizmatlarini bular ishladi. Aziz qarindoshlar. Demak 1999 yili Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayi qurildi. Men bu shu vaqtida shu milliy qurultayning qurg'uvchi a'zolarining birisi. Ham 1996 yili qurilgan Dunyo Uyg'ur yoshlar qurultayining qurg'uvchi a'zolarining biri. Ikkala qurultayda vazifa olgan bir inson, bir shohid, jonliq bir shohid bo'lish sifatim bilan bu haqiqatlarni, bu realliklarni sizlarga so'zlab o'taman.
Bu Şərq Türkistan Uyğuristan Milli Qurultayı qurulğandan keyin Xitoy hökuməti nəhayət çox axbarat elan qildi ayni vaqtida. Chet ellərdə Şərq Türkistan Uyğuristan Milli Qurultayı bilan Dünya Uyğur Yaşları Qurultayını milli bölgünçilərninki chet eldəki iki çoğ lager deb atashqa başladı. Yəni bu iki orqanın vəkillik səlahiyyətini xalqara ayni vaqtda etiraf qildi. Xitoymi asosan tığuchini bu milli bölgünçilərninki iki çoğ lager deb atalgan bu Şərq Türkistan Uyğuristan Milli Qurultayı bilan Dünya Uyğur Yaşları Qurultayıga qaratdı. Qarindoshlar. Bu iki qurultay o'rtasida nəhayət yaxshi bir tatlı raqobat bo'ldi. Milliy qurultayimizningki xalqaradagi bu yerda ta'sir ishga başladı. Xalqaradagi faoliyatlar jonlanishga başladı. Nəhayət obdan chiroyli tatlı raqobatlar bilan bu davoni burun bizningki davo markazimiz birisi Qozog'iston markaz qilgan G'arbiy Turkiston bo'lgan bo'lsa, yana birisi Turkiyani markaz qilgan O'rta Sharq rayoni bo'lgan bo'lsa, ammo Dunyo Uyg'ur Yoshlari Qurultayı qurulgandan keyin va 1999-yil Sharq Turkiston Uyg'uriston Milliy Qurultayı qurilgandan keyin biz bu davoninki markazini, faoliyat markazini G'arbga o'tkazgan bo'ldik. Bu nihoyat cho'ng istiqroqlik bir burilishdi. Chunki bu yerda Xitoyga ta'sir ko'rsatadigan, dunyoni so'rayotgan, dünyanın asas iqlimine aylangan Amerika başçılığındaki G'arb davlatlarida bu bizningki haqliq davoimizni olib berish va uni xalqaralashtirish, uni e'tirof qildirish nihoyatda muhimdir. Nihoyatda muhimdir. Chunki ba'zi sharoitning cheklanishi tufaylidan burungi buyuklarimizning faoliyat doirasi G'arbiy Turkistonda va Turkiyaning markaz qilgan O'rta Sharq rayonida cheklanib qolgan. Nihoyatda uzun yil. G'arb dunyosida Sharq Turkiston davosining hech bir ta'siri bo'lmagan. Hech kim bu Uyg'ur deganini tunamaydi G'arb dunyosida. G'arb dunyosi hech qanday bir tashkilotimiz yo'q. Mushu ikki qurultay qurilganga qadar. Aziz qarindoshlar. Bu ikki qurultay xalqimizning umumiy birlik ittifoqlik bo'lgan ehtiyojini ko'z tutib, xalqimizningki jiddiy istaklarini, talablarini ko'z tutib, da'voning ehtiyojini ko'z tutib turib, da'voyimizning kelgusi istiqbolini ko'z tutib turib, bu yerda o'zaro birlashish qarorini oldi va 2004-yili ikki qurultay birlashib, ya'ni mustabid Xitoy hokimiyati milliy bo'lgunchilarning chet ellardagi eng cho'ng ikki cho'ng lager deb atagan bu ikki lager birlashib, hozirgi Dunyo Uyg'ur Qurultayini barliq keltirdi. Aziz qarindoshlar, bu yerda ko'p hollarda ba'zilar vosita bilan maqsadni aralashtirib yetib qoldi. Vosita bilan g'oyani aralashtirib yetib qoldi. Oshni bilsimi, tushansimi, buni bilmasligini bilib oldi. Bilmasligini bilib, ko'rmasligini bilib, xalqimizni aldashga tirishdi. Biz 2004-yil Dunyo Uyg'ur Qurultayı qurilgan vaqtida, uning nizomnomasini hozirlagan vaqtida biz G'arb davlatlarida bu davoni qaysi shaklda, qaysi talaffuz bilan, qaysi siyosiy yetakchi bilan olib berish haqida aytib uzun muzokaralarni olib bordik. Uningdan burun bizningki aloqa qilgan doiramiz Dunyo Uyg'ur Qurultayı qurilishidan burun naytı kichik ommaviy ijtimoiy tashkilotlardi. Turk tashkilotlari deymiz, odatdagi kishilik huquq tashkilotlari va odatdagi inji yo'llar ommaviy guruhlar. Bular bilan dialog qurgan vaqtida siz mustaqillik demsiz va yoki nima demsiz? Nima deb shuar to'lsangiz, nima talabni o'tirib qo'ysangiz, ularning qari yo'q. Chunki ularning Xitoy bilan hech qanday bir diplomatik aloqasi yo'q. Xitoy bilan hech qanday bir iqtisodiy bir manfaat to'qinish yo'q. U ommaviy tashkilotlar. Nima desangiz javob chaladi. Ammo Sharq Turkiston masalasini bu kichik tashkilotlarga tayinib, buni xalqaralashtirishni amalga oshira olamsiz? Amalga oshira olmaymiz. Faqatla bu xalqaralashishni amalga oshirish uchun jamoat fikrini to'play olamiz. Masalani hal qila olmaymiz. Masalani nada hal qilamiz? Birlashgan Davlatlar Tashkilotida, Yevropa parlamentida, Yevropa ittifoqida, Amerika parlamentida va Amerikaningki hukumat doiralarida. Ya'ni dunyoning asosiy iqlimiga aylangan bu kuchlar, super kuchlarningki munbirida bu masalani hal qila olamiz. Unda bo'lgankan bu munbarda qandaq bir talaffuzni qo'llash masalasini aytib uzun muzokara qildik. Qurultayning nizomnomasini hozirlash uchun ayni vaqtida xil dongliq chet ellik advokatlar, qonunshunoslar, masalan ayni vaqtidagi vakolatsiz millatlar tashkilotininki bosh kotibi dongliq advokat, qonunshunos Michael von Walt apandim boshchiligida bir hay'at bu nizomnomani hozirladi. Va nizomnomada bizningki Dunyo Uyg'ur Qurultayininki masalan Germaniyaga tasdiqlanadigan. Chunki buni tasdiqlatishimiz kerak. Buni qonuniy bir salohiyatga ega qilmay turib biz faoliyat olib bormaymiz.
Ya, bizning da'vo haqliq bir da'vo. Tamdan keyin de uyabiyada vaqiraydigan bir da'vo emas, bizning haqliq da'vo. Ya, biz buni oshkora bera olishimiz uchun, g'arb dunyosida yuqori saviyada bera olishimiz uchun, ba'zi hukumatlarning ishiga xotirjam kira olishimiz uchun, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın işiga xotirjam kira olishimiz uchun bu g'arb dunyosida da'vo qilishga mos qonun prinsiplariga mos keladigan Birleşken Devletler İnsan Hakları Umumiy Bayonnomasining ro'yiga, nizomnomasining ro'yiga mos keladigan va Yevropa birligininki uninki prinsiplariga qimmat qarashiga mos keladigan bir talabbizni tepish zurriyatini his qildik. Bu zurriyat bilan biz Germaniya hukumatiga sungan nizomnomamizda bizning maqsadimiz degan vaqtda bizning maqsadimiz Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'z belgilash huquqini ve erkin yaşaş hukukunu asliga keltirish bizning maqsadimiz. Bu bir vasita. Albatta bizningki g'oyamiz, maqsadimiz burundan tortib ta'kidlanib kelgandek Xitoy mustamlakachilari tomonidan besilgan Sharq Turkistonninki milliy mustaqillikni asliga keltirib ko'nglimizdagi g'oyamiz va Iroq kelgusi nishonimiz. Hamma ishninki bir bosqich bo'ladi. Hamma ishning bir o'tkinchi davri bo'ladi. Hamma narsani biroq og'zimizga solmaymiz, bo'lib erishimiz. Bir odamni elishimiz bo'lsa, hammani bermasang, olmayman, hammani bersa, bersang, bo'lmasa, olmayman deb turarsak, hech nimani ololmaymiz. Yanında qanchalik bo'lsa, shuni berdab elishimiz kerak. G'arb dunyosida da'vo qilishning usuli bu. Bu kishilik turmushga o'xshab ketadi ko'p masala, aziz qarindoshlar. Ammo yana hozirgidek, masalan, ba'zi yomon g'arazlik insonlarningki va yoki tegidakdan ma'lum bo'lmagan insonlarning bir kechada mustaqilchi bo'lib olgan insonlarningki xalqimizni ozdirishidan ehtiyot qilish uchun biz mushu kunni bir hozirgi mush ahvolni biz ayni vaqtida ko'rib yetganimiz uchun bu yerda xalqimizga o'zimizningki asli maqsadimizni bir e'lon qilish. Biz qurultayning nizomnomasini tasdiqlatish bilan birga yana buni e'lon qilish, xalqimizga bir bildirib qo'yish zurriyatini his qildik va biz 2005-yilda München xitobnomasi deb bir xitobnomani e'lon qildik. Bu xalqimizga qaratilgan ichki xitobnomadir. Bu xitobnomamizda bizningki kelgusi maqsadimizning va kelgusi birdan-bir nishonimizningki Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish ekanligini va bu milliy mustaqilligimizni asliga keltirish uchun hozir xalqaro so'rovlarda uni mos keladigan ba'zi talaffuz, ba'zi shuar va ba'zi siyosiy yetakchilarning ideyani paylanış zürriyetini his qilganligimiz haqida biz xalqimizga ayni vaqtida izohat berdik. Xalqimiz to'g'ri tushundi, xalqimiz bizga ishondi va xalqimiz dunyo uyg'ur politini olqishlab quvvatladi. Buning xalqimiz bir e'tiroz bildirgani yo'q. Shuning uchun biz shundan buyon bizning kelgusi nishonimiz, kelgusi g'oyamiz bo'lgan milliy mustaqilligimizni asliga keltirish uchun biz xalqaro siyosiy sanlarda biz shu talabimizni qo'llanib keldik. Bu demokratiya ve kişilik hukuk degan bu şu var. Bu g'arb dunyosiningki bo'libmi Yevropa ittifoqininki birdan bir qimmat qarashi. Biz uningdan foydalanishning zarurligini his qildik. Buningdan foydalandik. Uningdan keyin biz bu shuvarni o'tirib qo'ygandan keyin bizningki bu da'vo yo'llarimiz asta-asta ichilishga boshladi va da'vo olib boradigan bu daraja bu yuqorilashga qarab mangdi. Bizga ba'zi hukumatlarning sizlar bilasizlar qarindoshlar hozir Xitoy hokimiyati mustabid Xitoy hokimiyati Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki 5 doimiy a'zosiningki birisi. Ya'ni hozirmi Xitoy bu 1 milliard 300 million nüfusi var. Dunyodagi eng asosiy kuchlarning birisi, iqtisodiy bo'lsin, harbiy jihatdan bo'lsin, muhim kuchlarning birisi. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Xitoyning kuchini e'tirof qilishimiz kerak. Bunu nazarda din saqit qilib o'tmasligimiz kerak va hozir chet eldagi davlatlarning hammasining mayli Yevropa ittifoqi a'zo davlatlar bo'lsin, g'arb dunyosidagi butun davlatlarning bo'lsin, hammasiningki Xitoy bilan diplomatik munosabati bor. Bu diplomatik munosabati bor davlatlar bir-birisiningki egilik huquqiga tashqi ko'rinishdan bo'lsa hurmat qilish majburiyati bor. Shuning uchun biz ba'zi davlatlarningki, masalan, yoki Germaniya hukumatlari, yoki Amerika hukumatlari va yoki biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın sorularında, munbarlarda biz yerda bu xalqaro prinsiplarga mos keladigan, ya'ni Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash prinsipini buni qalqan buni shuvar qilmasak, bizningki har yo'limiz itilib qo'yadi, to'silib qo'yadi. Biz xarakterli xalqaro so'rovlarda ilgirlash hosil qilolmaydik va bugungi kunga kelolmaydik.
2016 yılı Fransiyada çağırılgan 5. növbetlik milliy qurultayımızda bizning hozir Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa efendim bütün dünya uchun jakaldi vakillarning oldida. Sharq Turkiston masalasi, Uyg'urlar masalasi xalqaro ish bo'ldi deb o'ylab baqinglar qarindoshlar. 2004-yılı Dünya Uyg'ur qurultayi qurilgan vaqtida biz 10 yildan 20 yilgacha bir plan tuzgan. Mushu bir mezgilda bu Uyg'urlar masalasini xalqaralashtirishni bir amalga oshirishni asosini nishon qilgan. Ve bunun için geç gündüz tirishchilik ko'rsatdik. Ama 10 yildan keyin mana bugungi kunda Uyg'urlar masalasi Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa İttifakı, Avrupa Konseyi, Amerika Parlamentoda, Amerika Avam Palatası'da, Amerika'nın Tashqi ishlar Ministerligi'de ve şundaqla Amerika Devlet İşleri Komiserligi'de tilga enildigan odatdagi kishilik huquq tashkilotlarining emas, cho'ng davlatlarning mühim kun tartiblarininki birisiga aylanib keldi. Çünkü biz nayta to'g'ri talaffuz qo'llanishga, dunyoning iqimiga, diplomatik nazokatlarga, Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki qonun prinsiplariga, uning nizomnomasining ro'yiga mos keladigan bir siyosiy talaffuz ve to'g'ri bir siyosiy yetakchi ideyani bekitib chiqqanligimiz uchun Uyg'ur davosi bugun xalqaro bir masalaga aylandi. Aziz qarindoshlar, bu mustaqillik masalasini biz bir kunda hal qilib ketolmaymiz. Bir namoyish orqali hal qilib ketolmaymiz. Bir kunda, 2 kunda, 3 kunda va yoki bir oy to'lab qo'yib bu mustaqillik maqsadimizga yetolmaymiz. Buning bir jarayoni bor, buning bir bosqichi bor. Bu nihoyat cho'ng buyuk bir da'vo. Biz 20 milyon xalqimizningki davosini qilyapmiz. 1 milyard 848 ming kvadrat kilometrlik nihoyat bepayon bir zaminninki davosini qilyapmiz. Bu nihoyat buyuk da'vo. Buni nihoyat planliq, qadam bosqichliq, nihoyat ro'shan holda bilishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Dünya Uyg'ur qurultayininki qurilish jarayonlaridan dedik, shuvalaridan dedik. Bu burun o'zi yüksek avtonomiyanın otur yol siyasetini teşvik ve tergib qilganlar. Şunu oturup koyganlar ve aynı vaxtda qurultayning ba'zi rahbarlarini şunu mecburlaganlar bugungi kunda Dünya Uyg'ur qurultayini avtonomiyachi, bular mustaqilchi emas, avtonomiyachi deb ayblayotdi. Bu xil töhmetlar orqali hozir qo'liga bayroqni ilib mustaqillik shuarni ko'tarib chiqib, aynı vaxtda o'zi tashabbus qilgan narsasini unutib qilib, buning töhmetini Dünya Uyg'ur qurultayining hozirgi rahbarlik hay'atiga tengayotdi. Muşu fikirler aynı vaxtda Dünya Uyg'ur qurultayi o'tirib chiqqan vaqtida hozirgi Dolqun Aysa efendimizning Dünya Uyg'ur qurultayininki raisi eng qattiq qarshi chiqqan ve hozirgacha bütün mayli o'tir yo'l siyosati bo'lsin, mayli yuksak avtonomiya fikri bo'lsin, buningga boshdan oxir qattiq qarshi turayotgan bizning Dünya Uyg'ur qurultayining bizning siyosiy faoliyatlarimizning eng asosliklaridan birisi mi bizning hozirgi Dünya Uyg'ur qurultayininki raisi Dolqun Aysa efendim. Bu reallikni hech kim inkor qilolmaydi. Albatta bu Uyghur Milliy Hareketi'de bulup mu qurultayning ichki qismida bu yüksek avtonomiya, Tibet'le oturup koygan otur yol siyaseti meselesi bizning milliy hareketimizde qanday oturup çıktı. Bu meseleni, bu temini kimler veya Dünya Uyg'ur qurultayining ichiga so'rab kirdi? Kim bu takliflar, bu nimalar, nima uchun qanday rad qilindi? Bu takliflarning rad qilinishdimi? Yana bizningki hozir Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa efendimninki ve Dolqun Aysa efendim başçılığındaki müstakillik fikrini ait çın tuğan, bunundan başka bir yolga işenmegen bizdeki siyasi faaliyetlerimizin roluna ait. Köp oldu aziz qarindoshlar. Keyingi programlarımız elbette bu mesele hakkında halkımızga nait aniq, tafsili, dalil isbotlar bilan biz javob berishga tayyor. Qisqasi ben shuningga shohid bo'lgan bir inson bo'lish bilan buningga javob berishga har zaman ben tayyor. Şuna hech kim bizni avtonomiyachi, yüksek avtonomiyachi deb ayblamasın. Yaqinda ba'zilar Turkiyada xalqimizning qalasini qaymoqda dedi. Üstelgimi ishlab turib. Dünya Uyg'ur qurultayininki vakillik qilish salohiyati yo'q milliy mustaqillik hareketiga. Chunki ular kishilik huquq tashkiloti. Biz buni vakillik qilish salohiyatimiz bor deb. Dünya Uyg'ur qurultayi bayma deb o'tdim programmaning beshida. Bu 34-yil qurilgan ichki jumhuriyat inqilobining davomi. 3-cumhuriyetimizni quramiz deb mücadele etayotgan bir mustaqillik hareketi. Bizning g'oyamizni, maqsadimizni hech kim u yoq tortib burmayolmaydi. Xalqimiz bizga ishondi. Ishongachga hozir mayli xalqaro munosabatlar jihatdan bo'lsin, mayli tashkiliy jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli ijtimoiy jihatdan bo'lsin, Dünya Uyg'ur qurultayi, ya'ni mutlaq ko'p qism mujohidat yashayotgan xalqimizning qalbida taqit qurgan va xalqimizning qalbida
hürmetke ve to'liq e'tirof qilishga erishgani uchun zo'rayapti. Bizning hozir dunyo qurultayiniki yana ba'zilar parchalashga uringan bo'lsa-mu, dunyo qurultayini tashkil etayotgan yana qurultay qarmog'ida hozir 30 dan ortiq tashkilot bor. Bu dunyo qurultayini tarkibida bo'lmasa-mu, buni qo'llayotgan o'nlarcha tashkilot bor. Muajiratdagi butun asosliq bu 30-40 yilning yo'g'i, eng az 15-20 yilning yo'g'i bu shu davoda izchilligi bo'lgan, bu davoda o'zini isbotlagan, sinoqlardan o'tgan asosliq siyosiy faoliyatlarimizning hammasi dunyo qurultiyi rahbarlik ishida va yoki dunyo qurultiyininki atrofida. Buning eng asosli qo'llanuvchisi sifatida biz bilan hamkorlashib, moslashib harakat qilyapti. Dunyo qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan biz chet eldagi vakil xarakterlik butun tashkilotlar bilan nihoyat inoq, zich hamkorlik munosabatini o'rnatib keldik. Buni aziz qarindoshlar hamon ko'rib turibsizlar. Biz mayli Sharq Turkiston ma'rif jamiyati bo'lsin, mayli ulamolar birligi bo'lsin, mayli Uyg'ur akademiyasi bo'lsin, bu vakil xarakterlik ba'zi tashkilotlar bilan dunyo qurultiyi burundan yaxshi hamkorlashib, mustabid kommunistik hokimiyatiga qarshi zo'r faoliyatlarda, zo'r munbarlarda o'zaro hamkorlashib, birlikda faoliyat olib boryapmiz. Buni butun xalqimiz ko'raglik. Bizni birlash deb shuar to'lab, ittifoqlashaylik deb shuar to'lganlarni o'zi qarab beqinglar. Ashlar o'zlari ittifoqlasin avval. İttifaqlashib bo'lgan, birlashib bo'lgan, o'zaro nihoyat mustahkam bir birlik safini qurib, kurash qilayotgan dunyo qurultiyi emas, o'ziga nasihat qilish kerak, o'zlari birlashish kerak. Bir qancha hukumatni qurib olmay. Avvalo shular o'zlari bir ittifoqlashsin, birlashsin, undan keyin kelib birlashish, ittifoqlashishdan so'z echish kerak, u vaqtda salohiyati bo'ladi. Aziz qarindoshlar, men bu vaqtda ko'p to'xtalmayman. Shuning uchun bu yerda o'tganimdek bu tasodifiy o'tirib chiqqan bir qurultay emas, tamdan to'shigidan chiqqan bir qurultay emas. Buning cho'nqur ildizi va cho'nqur asosi va bir tashkilot. Biz buningdan keyin albatta men deb o'tdim, milliy mustaqilligimizni qo'lga keltirish uchun bu yerda birinchi bosqich buni Uyg'ur davosini, bizning bu mustaqillik harakatimizni xalqaro jamoatchilikka e'tirof qildirishimiz kerak. Bu birinchi bosqichni cho'qim o'tishimiz kerak. Bizga o'xshash asrat ostida yashagan uzun yil mustaqillikka erishgan davlatlarning hammasining tarixi qaragan bo'lsangiz, ular oldi bilan mush jarayonni biz o'tgan. Ava xalqaro jamoatchilikka e'tirof qildirishimiz kerak. Ava vatan bizning. Biz shu davoning vatanninki egilleri, haqiqiy egilleri. Biz Uyg'ur xalqi, vatan ichi masalasi Uyg'ur xalqi kommunistik hokimiyatinki mustamlikasi ostida yashashni xohlamaymiz. Biz o'z taqdirimizni o'zimiz belgilab, mustaqil hur yashashni biz xohlaymiz deb bu orzu istaklarimizni, bu tarixiy jarayonni, reallikni xalqaro jamoatchilikka e'tirof qildirishimiz kerak. Uningdan keyin biz bu xalqaro Uyg'ur davosining xalqarolashishning izchilligini saqlash uchun har kuni degidek biz bu yerda mushu xalqaro sanlarda Uyg'urlar masalasini har zaman ta'kidlab turishimiz kerakki, buning izchilligiga, bu xalqarodagi buning davoning nopasining izchilligiga kafolat qilishimiz kerak. Yana bir jihatdan bu xalqaroliq prosesning pishib yetilishini kutishimiz kerak aziz qarindoshlar. Proses kutish deganlik albatta uxlab ketish deganlik emas. Bu yerda har zaman muajirat yashayotgan qarindoshlarimizning milliy tuyg'ularini oshirish, ularningki millatchilik tuyg'ularini kuchlantirish, ularning vatan tuyg'usini kuchlantirish, mustaqillik bo'lgan orzu istaklarni tuyg'ularini kuchlantirish. Tashkiliy jihatdan va boshqa jihatdan hozirlik turish, tashkillanish Xitoyga qarshi muajirat qarindoshlarimiz va sharoit pishib yetilgan vaqtida biz o'zimizningki ikkinchi bosqichlik maqsadimiz bo'lgan va oxirgi maqsadimiz bo'lgan milliy mustaqillik nishonimizga yetish. Aziz qarindoshlar, men bugun dunyo qurultiyining qurilish jarayoni maqsad g'oyasi haqida qo'shimchalik izoh berib turay. Albatta biz har qanday insonning, har qanday kishining, har qanday shaxsningki mayli 10 xil, 20 xil ism qo'yib olgan shaxs bo'lsin va yoki qorong'u tomdan keyin yushirib olgan inson bo'lsin, bu qurultiyimizga hujum qilayotgan har qanday insonningki har qanday savoliga javob berishga biz tayyor. Biz tayyor. Bizning da'voga bo'lgan ishonchimiz mustahkam, bizning xalqimizga bo'lgan ishonchimiz mustahkam. Bizning da'vomiz haqli bir da'vo, haqli bir yo'l, bizning ketayotgan sharafli bir yo'l. Xalqimizning duosi biz bilan birga har zaman. Avvalloh. Bizning hech kimdan qo'rqadigan, chekinadigan bir tarafimiz yo'q aziz qarindoshlar.
Hammanglarningki vaqtini oldim. So'zimni quloq solib anglag'anlar uchun sizlarga takror rahmatimni bildiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.